Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari, Svarka.uz kanali obunachilari. Bugungi video obzorimizda biz 4 tasi bittadalik Multivelt Impulse brendiga tegishli Svarka apparatimiz haqida gaplashamiz. Ko'pchilik klientlarimiz, akalarimiz so'rashgan 4 tasi bittalik apparatlaringizni ham obzor qilib chiqaring. Komplektda nimalar chiqadi, qaysi bir funksiyalari yaxshi ishlaydi? Ko'pchilik savol berishadi. 4 tasi bittalik apparatlarda hammasi professional funksiya emas, o'shaning uchun bular yaxshi emas deyshadi. Hozir o'shani eng zo'rini, yaxshisini ko'rsatamiz. 4 tala funksiyasi ham birdek yaxshi ishlaydigan variantini. Kimga qanaqa apparatlar qiziq bo'layotgan bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasiga qoldirib ketsalaring, keyingi obzorlarimizda o'sha apparat haqida ma'lumot berib, obzor qilib o'tib ketamiz. Biz do'konimizda Svarka apparatlar hamma turidan assortiment bor. Shuning uchun akalarimiz, klientlarimiz kommentariyaga qaysi bir apparatning nomini ko'p qoldirib ketsa, qiziqadigan apparatlarni yozib ketgan apparatlar haqida obzor qilib beryapmiz. Obzorimizni boshlayveramiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar obunachilarimiz. Narxlari o'ta arzon narxlarda. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, narxi va komplektdan nima chiqishi, undan tashqari qaysi holatda ishlashi, qaysi funksiyalari borligini gaplashib o'tamiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Manzilni eslatib qo'yaman. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan Svarka apparatlari va qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Aniq manzil Qo'qon shahar, Yangi bozor yoni, Navoiy massif, Malina svetofor yonida joylashgan do'kon bo'ladi. Xo'p, video pastda kommentariyada Telegram gruppamizni silkasini qoldirib qo'yaman. Qiziqqan akalarimiz Telegram gruppamizga o'tib qo'shilib olishlari mumkin. Har kuni yangiliklarimiz, undan tashqari apparat narxlari, rasmlari tashlab boriladi. O'tib qo'shilib olinglar agar qiziqqan akalarimiz. Apparatlarimizga keladigan bo'lsak, 250 amperlik bo'ladi, multivelt, multidisplay monitor bo'ladi, ya'ni funksiyasi ko'pligi uchun shunaqa bo'ladi. Endi 4 ta funksiya bo'ladi. Aragon funksiya, Aragon svarka, kemping svarka, ya'ni o'sha polavtomat svarka, elektrodniy svarka va plazmarez. Plazmarez ham 40 lik bo'ladi. 40 lik degani bu 1 sm gacha metallarni bemalol kesadi. 250 amper Impulse brendiga tegishli Germaniya texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan apparat bo'ladi. Orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, o'zini o'zi sovutadi, bu qizib ketadi. Plazmarezda ishlatilganda shunaqa gap so'zlar ko'p bo'ladi, bu qizimaydi, chunki orqa qismi polnik sovutish tizimi bilan jihozlangan gaz kirish trubkalari Aragon uchun alohida, kemping uchun alohida bo'ladi. 220 ga ishlaydi muhimi, pastroq toklaringda ham 170-180 volt toklaringda ham ishlasalaring bo'laveradi. Mana o'zini qo'llanmalari screenshot qilib turib bemalol ko'rib olsalaring bo'laveradi. Mana shu holatda bo'ladi. O'chirib yoquvchi kulchator. Bu yerda massa zazavleniyasi uchun o'zi mana alohida o'sha bolt chiqarib qo'ygan. Endi komplektdagi narsalarni ko'rsatadigan bo'lsak, komplektida hop, kemping derijak 3 metrlik originali bo'ladi. Bu birinchi komplekt. Ikkinchi komplekt Aragon derijak 3 metrlik original Aragon derijak bo'ladi. Uchinchi komplektdagi narsasi plazmarez uchun derijak. Bu ham 3 metrlik, o'zida kislorod shlankalarigacha bor, qalin shlanka. To'rtinchi komplektdagi narsasi svarka derijagi. Bu 2,5 metrcha bo'ladi taxminan. Beshinchi komplektdagi narsasi massa kabeli. Massa kabeli va mana shu 4 tala derijaklar uchun, 3 tala derijaklar uchun alohida Aragon derijagi uchun uchidagi nasatkalari, keramikalari, plazmarez uchun uchidagi nasatka keramikalari, kemping uchun keramika nasatkalari, undan tashqari bu yerda orqasidagi gaz kiruvchi trubkalari uchun nasatkalari, o'zini kaskasi, zavazka, shotkasi, undan tashqari filtri bilan reduktori komplektda bor. Va sumkachasi, ikkita sumkachasi chiqadi komplektdan. Sumkachalari mayda-chuyda zapchastlarini va bu Aragon derijaklarini yoki plazmarez derijaklarini solib qo'yish uchun ikkita sumkachasi chiqadi. Undan tashqari o'zini garantiya qog'ozi va qo'llanmasi chiqadi. Shunga qarab turib bemalol ishlasalaring bo'laveradi. Derijaklarning o'rni mana kemping derijak, svarka derijak, bu yerda o'sha massasi, bu Aragon plazmarez derijak. Buni 4 tala funksiyasi ham birdek yaxshi ishlayveradi. Plazmarezi ham 1 sm gacha qirqadi, kempingi ham 5 kg gacha sim solib turib, gazli bezga farqi ishlasalaring bo'laveradi. Aragonni nerjevika svarkalarga bemalol ishlasalaring bo'laveradi. Elektrodniy svarkasi 3 lik, 4 likgacha elektrodlarni bemalol eritadi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol do'konimizdan kelib xarid qilaverasizlar. Sonlari chegaralangan, narxlari ham hozir aksiya narxlarida $440 dan beryapmiz. Bu originali 250 amperlik original bo'ladi. Arzonroqlarini $350-340 dan ham narxlari hozir ham bor.
Endi ko'pchilik akalarimiz ish beradiganini ko'rsatinglar degani uchun ish beradigan yaxshisi mana shu bo'ladi. $440 dan kelib do'konimizdan xarid qilaverasizlar. Faqat tezroq shoshilib kelib olib ketishlaring mumkin. Garantiyalari 6 oy заводской defektiga beriladi. Obzorimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Qaysi apparat yana qiziqtiradigan bo'lsa kommentariyada nomini qoldirib ketinglar. Shu apparat haqida keyingi obzorlarimizda gaplashamiz. Xo'p, kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Svarka.uz kanali barcha turdagi svarka apparatlari haqida to'liq ma'lumotlarni har kuni joylab boramiz. Undan tashqari kraska sepayotgan apparatlar, turli xildagi stanoklar, beton teshadigan apparatlar, beton mishalka, styajka tekislaydigan apparatlar, turli xildagi zapchastlar haqida obzorlar joylab boramiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lsalaring, kuzatib, qo'llab-quvvatlab turasizlar va Telegram gruppamizga o'tib olishlaringni ham so'raymiz. Telegram gruppamiz mana shu mana shu videoning kommentariyasida Telegram gruppamiz silkamizni joylab qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Videoga bittadan like bosib qo'yasizlar.